Tilini ham biladilar, qarang. Ha, bular hamma narsani biladilar. Kechirasiz. Buyurtmani siz olib kelganmisiz? Ha, men. Mana, buyurtmangiz. Rahmat. Qimmat mashinada dastavka qilishini bilmagan ekanman. Ha, bizda mijozlarning hurmati bor. Shuning uchun ham yuksak darajada xizmat ko'rsatiladi. Men ikkita ko'ylak buyurtma qilgandim-ku. Ha, hozir. Alo, qarangiz, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Birinchi manzildagi opa ikkita buyurtma qilgandim deyaptilar. Ha, ikkita bering. Taksi pulini olishni esa unutmang. Xo'p. Hozir. Mana. Yo'q, shart emas. Oling. Shunaqa pulga kelishganmiz. Dastavka 30 ming deyilgan. Sizni haqqingiz menga kerak emas. Rahmat sizga.